umra safariga birinchi marta ketayotganlarda eng ko'p qiladigan 10 ta xatolarni bugun sizlarga tushuntirib beraman. Siz ham umra safariga ketayotgan bo'lsangiz, mana shu 10 ta xatoni qilmasligingizni sizga tavsiya qilib qolamiz. Xo'p, birinchi o'rinda nimalar olib olish kerakligi to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, birinchi o'rinda umra safariga ota-onangizni jo'natyapsizmi? Kiyadigan kiyimlari. Xo'p, ikki qator Rasulimiz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ravzalariga kiryatib, yaxshi bir oppoq kiyim, misol ota-onangizga Makka mukarramada bir qator yaxshi chiroyli kiyim. Keyin tapichkani mana bunaqa oyoqni beti ochiq bo'lishi kerak. Slansi. Undan tashqari boshqa payt kiyib yurgani oddiy yengil, nima deydi, makasima, Skechers, shunaqa setichni havo o'tkazadigan oyoq kiyim. Va ota-onangizga yana ehromlari, xudo xolasa, undan tashqari yana olib olish kerak bo'lgan asosiy endi kiyim-kechaklarini o'zlari holatlaridan kelib chiqib turib olsalar bo'ladi. Undan keyingi masala, aziz yurtdoshlar, yegulik. Madina Munavvarada o'zbek milliy taomlari 2 mahal bo'ladi. O'shaning uchun non o'zlari yaxshi ko'rib yeydigan yoki-da patir, quruq mevalardan o'rik, pista, bodam, keshu shuna narsalarni qilib bersalaring, Madina Munavvarada 2 mahallikda ertanman choy ichishadi. Keyin go'shtni bankaga parda pishiradi tushonka qilib. Ana shunaqa qilib bersalaring, mehmonxonalarda xaladinlik bo'ladi. Ana shu go'shtni ham yeyishadi, quvvat bo'ladi va bu narsa Jiddadan Madinaga kelguncha 6 soat, 7 soat yurishsa o'sha paytda ham yeyishaveradi. Madina Munavvaradan Makka mukarramaga ketyapman, qornlari ochadi, til bilishmaydi. Yo'llarda ovqatlar o'zbek so'miga pichsangiz qimmat hamda tushuntira olmaysiz til bilmaganingiz hisobda. O'sha paytlarda o'zimizni taomlarni yeyishib, va shu mashinalar yonlaridagi narsalarni yeyishadi. Xo'p, keyingi masala dori-darmon masalasi. Sog'lig'ida muammosi bor odam, misol davlinasi oshsa davlina tushiradigan, isitmasi ko'tarilib ketsa isitma tushiradigan va Saudiyaga borganda 3 ta kasallikka tayyor bo'lib boringlar: shamollashga, grippga, tomoq og'rig'iga. Chunki issiq sovuq bo'lasiz yoki-da muzdek suv ichib qo'yasiz. Shu holatlarda shu dorilarni har ehtimolga qarshi olsalaring bo'laveradi. Buni ziyoni yo'q. Inshaalloh Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, bemalol sog'lig'ida muammosi bor odamlar ham ana shu sog'lig'iga qarab o'zini dorisini olsa bo'ladi. Misol qandli diabeti borlar bo'ladi. Shu qand miqdorini tushirish uchun ichadigan dorilarni olsa bo'laveradi. Hujjatlarni qanday tayyorlash kerak? Hujjatlar masalasi, zagran pasport asosiy hujjat. Vizalaringni ham aslini olsalaring sizlarga kerak bo'lmaydi. Zagran pasportlaringni firma tomonidan beriladigan mana bunaqangi so'mkaga solib yurmaysizlar. Zagran pasportlaring kelyapti, ketyapti, aeroportda ishlaydi. Keldilaringmi, gastitsada katta chamadonlarning ichiga pasportlaringni solib qo'yinglar. Yonlaringni olib yurmanglar. Zagran pasportlaringni. Va aeroport qonun qoidalari bo'yicha aeroportdan tindoq oladigan qaychi shunga o'xshash narsalarni o'tkazmaydi. Chamadonning ichida suv bo'lsa o'tkazmaydi. Mana shu narsalarga ham tayyor bo'lib turinglar. Xo'p, keyingi masala ehrom masalasi. Ehromda Madina Munavvarada sizlarga bir kun oldin yoki-da yo'lga chiqishlaringdan oldin 50 boshimiz ehrom qonun qoidalarini tushuntirishadi va Madina Munavvaradan taxminan 1 soatlik yo'l yurganlaringdan keyin Zulhulayfa miqotiga kirib umrani niyat qilasizlar va sizlar ehromga kirasizlar. Ehromga kirgandan keyin o'zini qonun qoidalari bor. Hech kimga ozor bermaslik kerak. Daraxtdan oddiy bir barg yulmaslik kerak. O'zingizni oddiy tukingizni yulmasligingiz kerak. Xullas, hech nimaga ziyon yetkazmaslik kerak. Endi yana ehromning qonun qoidalarini o'zi 50 boshlar tushuntiradi. Misol, atir ishlatmasligingiz kerak, atir sovundan foydalanmasligingiz kerak. Shu narsalarni inobatga olib qo'yishlaring kerak. Hushyor bo'lasizlar va erkaklarga ehromning eng asosiy nimalaridan bittasi chok tushgan kiyim kiymaslik kerak ehromdalikliklaringda. Shu ehrom masalasiga mahkam turib umra qilib olsalaring juda ham oson bo'ladi inshaalloh. Xo'p, pulni qanday ishlatish kerak degan mavzuyimiz ham bor. Pulni
bankdan maydalasalaring bo'ladi. Madinada ham, Makkada ham o'z banklar bor. Kirsalaring shunday maydalab berishadi. Saudiyada biz o'zimizni o'zbekchasiga 50 riyol desa 20 riyoldan chiqilaveradi. 30 riyolga chiqasizlar, yo bo'lmasa 25 riyolga berasanmi, bermaysanmi? Yo'qsa shuni teskari harakat qilsalaring, haji 30 riyolga ol deydi o'zi. Ya'ni talashib, tortishib savdo qilinglar. Pulni tez shunday ishlatib yormanglar. Chunki 370-375 riyol bo'ladi, 100 dollarlaring. Xo'p, keyingi masala mehmonxona tanlash. Sizlarning o'rnilaringga biz o'zimiz chiroyli mehmonxona tanlab qo'yganmiz. Madina Munavvarada 100-200 metr, Makka Mukarramada 800 metr masofadagi gastitsamizni tayyorlab qo'yganmiz. 10-12 daqiqalik piyoda kirib chiqish yo'li. Eng asosiysi padyom, tepa-past yo'l emas, tekis yo'l. Sizlardan kuch-quvvat olmaydi yo'l. Xudo xolasa Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati, Ravza-i Sharifdan ham xavotir olmasalaring bo'ladi. 50 boshi xudo xolasa aeroportdan birga borib birga keladi. Xavfsiz va mukammal umra qilishliklaringga yelkadosh bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa aeroportda kamzil bejik sumka vizalaringni berishadi. Qaytayotganlaringda 5 litrli zamzam suvlarini hadiya sifatida taqdim etishadi. Xudo xolasa bizda barcha ziyoratchilarimiz uchun sharoitlar tayyorlangan. Eng asosiysi chegirmali arzon narxlar albatta bizda bo'ladi. 14-21-28 iyul Toshkent Jidda yo'nalishidagi Primoy reyslarimiz narxini 985 dollar narx qo'yganmiz. Vizalaring bo'lsa 885 dollardan. Bundan keyin 15 iyul Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimiz 995 dollardan. 22-29 Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz 1025 dollardan. Rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays firmasi orqali istasalaring Farg'onadagi ofisimizga tashrif buyuringlar, istasalaring Toshkentdagi ofisimizga tashrif buyurib to'liq ma'lumotga ega bo'lsalaring bo'ladi va Centrum Holidays orqali Telegramdan bitta pasportni tashab, Centrum Holidays rasmiy hisob raqamiga 100 ga yaqin bo'lgan bankka borib, ozmoz viza uchun zakolatlarni tashab bersalaring ham bo'ladi. Xudo xolasa bizda chegirmali arzon narxlar 5 kishi 10 kishi ko'pchilik bo'lib umra safariga bormoqchi bo'layotganlar aloqaga chiqishliklari mumkin. To'liq ma'lumotlarni sizlarga yetkazib beramiz. Hozirroq ekrandagi raqamlarga bog'laninglar. Chiroyli narxlar albatta bizning kanalimizda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda diydor ko'rishguncha